Welcome to Samarqand. Olmos kelmagan ekan Samarqandga. Shunga Samarqandni aylantiraman bir qo'l. Registondan boshlaymiz. Mana Registon, ko'rsang Registon. Registon ko'rmagan ekanman, hali shunga bir keldik ana. Marafon bahona. Bilet sotib olishga ketyapmiz hozir. Registon bu tomonda qoladi. Bilet sal nariroqdan borib olib kiriladi. Mana kiradigan joylarni ko'rsating. Mana bu yoqdan kiriladi mana. Bilet sotib olinib. Mana shu Registon. 3x kadrladi, mana yanada chiroyli. Yanada go'zal, yanada mukammal. Narxlarni ko'rsatilgan bo'lsa, mana ansambl Registon Ulug'bek Shirdor tillakori katta yoshlar uchun 15 ming ekan. 18 yoshgacha bo'lganligi 10 ming. Mana shunaqa qanchadir vaqtgacha yana qanaqadir narx. Gruppovoy bo'lsa har xil narxlar bor ekan. Qanaqaligiga qarab. Ochilib bor normalniy. Ertaga bizada full marafon soat ertalab 7:00 da boshlanadi. Bizning plan bo'yicha xudo xolasa 5 soat ichida tugatish, soat 12 gacha, ya'ni 12 da tugatamiz deb plan qildik. Welcome to Samarkand. Mana shu Registon. Lekin haqiqatan Registonning haybati bor. Haybatli bunaqa. Hozir ham ertalab ekskursiya bo'lganda aytdi, shu 15-asrda ham odamlar shu narsani ko'rgan, 21-asrda ham shu narsani ko'rib turibdi-da. Sababi orqasida baland binolar yo'q. Ya'ni baland binolar shahar tashqarisida qurilyapti dedi. Po faktu o'zi qurilmagan baland bino Samarqandda. Endi mana oxirgi 4-5 yilda Samarqand City qurildi, ozgina baland binolar paydo bo'ldi. O'zi Samarqandda yo'q baland bino. Mana shu mana 3 ta madrasam bular. Mana bu Sherdor, mana ko'rsangiz tepasida sher rasmi bor, ko'ryapsiz? Bu 2 so'mlik usta bo'lardi. Mana shu bitta informatsiya berib o'tamiz. Mana Sherdor madrasasi qurilayotganda fitna bo'lgan. Mana shu sherning rasmini xalq qabul qilmagan. Bu madrasani Bahodir Yalangtosh o'sha vaqtgi Qushbegimi nima edi uni lavozimi? Otaliq bo'lganmi, lavozim shunaqa bo'lgan. O'sha qurdirgan buni. Samarqand hokimi bo'lgan. Lekin uni nima deydi, davlatdagi o'rni o'sib borayotgan qaysidir odamlarga yoqmaganda, boshqa mansabdor shaxslarga yoqmagani uchun qilayotgan ishidan fitna topishga harakat qilishganda, mana shu sherning rasmini unaqa shirk bu deb Bahodir Yalangtoshga katta fitna bo'lgan. Undan keyin Bahodir Yalangtosh yaralangan, zaharlangan. Bu unaqa bitishi qiyin bo'lgan. Eng oxirgi uchalasidan eng oxirgisi shu. Mana shu Sherdor madrasasi qurilgan. Mana bu yerda Mirzo Ulug'bek. Bu Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bekni o'zi qurdirgan. Mirzo Ulug'bek madrasasi bu. Birinchi qurilgan. Keyin mana bu tillakori qurilgan. Mana to'g'ridagi tillakori. Ichida o'sha tilla unaqalardan qilingan. Nima deydi? Suv yugurtirilgan xonalari bor, katta-katta shu tillakori. Menga eng yoqadigani, ichi eng chiroylisi tillakori. Tillakoriga kiramiz. Kirish. Tillakori madrasasi. Mana shu ana Tillakori madrasasining ichki tarafi. Gumbaz, daraxtlar, o'rtada bog'i bo'lgan. O'rtada bog'i mana. Hozir endi Tillakoriga ko'rib, ko'ramiz ichi qanaqaligini. Mana shu eng tepasidagi gumbaz. Go'zallik. Ashshi. Mana O'zbekistonda yashayapman-da, bu joyga kelmang. Ammo bo'ladi Instagramda videolar bosh aylantiradigan. Ko'ringlar mana. Bu yerda endi asosiy masjid bo'lganda, mana bu bunaqa minbarmi? Yo'q, minbar emas bu. Juma xutbasi qilingan, bu mehrob. Namoz o'qilgan. Mana shunaqa mana oltin suv yugurtirilgan. Mana shunaqa. Chiroyli. Juda asosiysi juda go'zal. Xona yanada mana bu tarafdan yorug' bor uchun yaxshi emas-da. Agar bu yo'q ham yopilgan taqdirda undan ham zo'r ko'rinadi. Lekin juda go'zal to'g'risi. Tepaga qarab tursangiz bosh aylanib yiqilasizlar. Chotki. Qozon ko'rsingizlar. Qozon emas bu, kosa bu. Kosa, qozondan men, sorry. Mana shu qozon ko'rsingizlar, kuchida ichadigan joy bor-da. Shu vaqtdan odamlar oson bo'lsin deganda, men hozir bu ishni olib tashlashgan, masalan, shu ro'yxatga qiynalaman-da. Oson bo'lardi.
Bir yarim soatdan beri Samarqandni kezyapmiz piyoda. Taksi bilan ham kezdik. Ovqatlanadigan joy yo'qdi. Topolmayapmiz. Hech. Osh markazlariga boramiz, osh yeymiz deb chiqqandik o'zi. Osh tugagan. Keyin bu piyoda yuraylik, birorta oshxona bo'lsa yoki stoloy bo'lsa, kirib yeymiz dedikda. Yo'qda, yo'lda ham chiqmaydi. Hozir mana ko'rsang bulvarda yuribmiz. Biz hozir mana bulvarda shu qayerlardadir sherda nima bor, ana bu Amir Temur sherlarda yuribdi. Orqada bor. Qolib ketdi. Endi qaytib ketyapmiz. Hozir shahar juda tarqoq ekanda. Shu qiynalib ketdik. Bu yoqdan bitta lokatsiyaga borguncha obed bo'lib ketadi-da. Hozir endi jonajon milliy taom KFC ga. Welcome to KFC. Oxiri bo'lmadi, baribir shu KFC'ni topib keldik ketdi. Bu marafon unaqa shtabi, asosiy operatorskiy. Bu yoqda eng boshdan ishlaydigan unaqa punktlar, ovqat beriladigan. Hozir 2 kilometr adashmasam Kidsran bo'ladi. O'shanga boshlanadi, ozginadan keyin o'shanga hamma narsa detskiy bo'yotibdi. Bizdan tashqari. Mana Registon. Yaxshi hozir biz yo'ldan bu yoqqa o'tib olsak yanada chiroyli. Ana bola-chalar sekin yig'ilgan. Ular yuguribdi bular. Medal olib bolalar. Mana shunday bir chiroyli qilib qo'yishgan bizni kelishimizga. Hozir bu yoqda ismlar yozilgan. Marafon boshlanishiga 20 daqiqa qoldi. Biz ko'p video olmadik. Nima deydi? Preparation birinchi marafonimiz bo'layotgani uchun unaqa video olishga ham ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Ko'proq mentally tayyorlash. Mana tayyorlandik. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. This great number of them, and it's wonderful to have them. Wonderful day, another hit. We did it. 45. Yomon emas. Plan bo'yicha 5 yurishimiz kerak, 15 minut oldin keldik. Buni uddaladik. Olmos qaytib ketmoqchi edi gastitsaga. Noshukur banda. Amir Temur keladi hozir. Bu bo'lishda Temur chaqirish marosimmi? Vaqtida O'rta Osiyodagi eng katta masjid bo'lgan. Mana shu. Balkim hozir ham eng kattadir, lekin ishlamaydi hozir, to'g'rimi? Bu ishlamaydi. Minora masjidi Kalon bor Buxoroda. O'sha birinchi bo'lgan, keyin bu qurilib, bu birinchilikni olgan. Lekin unaqasi bahaybat, ko'rinish o'ta bahaybat. Endi sekin Shohizindaga qarab yuryapmiz. Olmosga Shohizindan ko'rsatamiz. Kamron. Siz bizni vlogda yangisiz, salom deb qo'ying. Assalomu alaykum. Kamronni tanimaganlar uchun nima desak bo'ladi? Ibrayli. Bitta bola. O'rtog'imiz. YouTube kanalingiz yo'qmi sizni? Qachon ochasiz?
O level shart emas bunga. Bu level 1 dan boshlanadi. Shohizindaga keldik. Mana. Ichkariga kiramiz. Hozir Kamron bizga Shohizinda haqida ma'lumot beradi, gidimiz mahalliy. Juda ko'p kelib o'rgandan Samarqandga mahalliy gid bo'lib ketgan o'sha Kamron. Men ham bilmayman ma'lumot. Shohizinda degani o'zi Bor tirik shoh degani. Aha. Shohizinda mana mana shu izini tushayotgandan tepaga tushayotganda, chiqayotganda har xil sonda chiqadi. Ha, o'sha mashhur zina shu. O'sha mashhur zina shu. Sanab chiqmaydi. Qaytib tushing tez. Hozir sanab chiqadi olma. Haqiqatda aytaman, lekin kecha sanab ko'rdik bir xil ekan. Ha, boshlang. Sol Peshamadagida Shabnam ki farmeshda Romadan yildan 35 ta chiqdimi? Tushgan sana. Mana go'zallik tomonga qarab qadam bosamiz. Siyoda ma'lumot, qaysi biri kimning qabri? Ha. Xo'p, yurib ketaveraylik. Yomon naqshlar chiroyli. Hamdan zo'r bitib qoldi. Mana shu Shohizinda olmos. Qabrlar, qabristonda o'zi bu joy. Keyin kecha bizga gid aytdi, haligacha mana orqasida ham qabriston bor. Hozirgi mahalliy xalq ham qo'ylar ekan, faqat nimadir qo'ylatib qo'ygan bo'lish kerak ekan. Qanaqadir jamiyatga hissa qo'shgan shunaqa odamlarni qo'yishar ekan qabristonga. Mana naqshlarga e'tiboringlar. Go'zal-a? Ham shu yerda oyat yozilgan. Krugoy qilib aylantirib. Mana ham yo'llari ham mana. Mana. Dahshatli deb qarang. Ichini qarang. Qancha vaqt talab qilganda bular. Juda go'zal. Darvoza peshto'g'ida quyidagi hadis bitilgan. O'z huquqlari va tashqi ko'rinishlari bilan menga o'xshaydigan shaxslardan. Shumi? Maqbaralar kiramizmi? Bismillah. Xabarlari shu. Shabot. O'n 11 asrlarda barbod etilgan. Shohizinda tirik shoh. Amakivachchasi va yaqin safdoshi. Birinchi targ'ibotchilardan bo'lishgan. Bitta masjid qilib qo'yishibdi. Mehrob ham o'sha feruza ranglardan foydalanib qilingan, juda chiroyli. Naqshlari, usullari. Aynan mana shu feruza rangi shu yerda ko'p ishlatilgan. Registon, bu yerda ham feruza ko'p ekan. Bu Registonda feruza qo'shilgan faqat. Va nima emas. Oq bilan sariq deb. Ha, ana feruzaga urg'u berilmaganda, bu yoqda urg'u feruzaga berilgan faqat. Bu bilasizmi, Eron unaqasiga o'xshab ketadi. Forsda shunaqa feruza ko'p ishlatiladi. Fors o'zi bizning me'morchilik, Fors me'morchiligidan ilhomlanganda. Asli bizning me'morchiligini unaqaga borganda esingizda bo'lsa, Somoniylar maqbarasiga. Esizdami? Qanaqa shakllar, masalan, ark qurilgan, qanaqa? Ha, asli bizning me'morchilik o'sha. Bu me'morchilik Fors me'morchiligi.
Aynan mana shu force me'morchiligi. ilhomlangan. Ha? Ilhomlangan. Ilhomlanmagan, juda katta ta'sir o'tkazgan. Chunki bizada til force bo'lgan. Juda yaqinda bular bir-biridan ajratib bo'lmaydi. O'zi fors, turk juda yaqin bitta millat. Chunki masalan Eron hududlarida 13-asrdan boshlab 20-asrgacha turkiylar hukmronlik qilgan. Turkiy shohlar hukmronlik qilgan. Xuddi bizning hududlarda ora-oralarda fors hukmronlari bo'lgan. Ya'ni ajratib bo'lmaydi xalqlarni bir-biridan. Hattoki arablarda ham bunaqa rang yo'q. Yo'q, aynan shu fors. Bunaqa gumbazda ham yo'q menimcha. Yo'q. Gumbaz ham forsdan ilhomlanilgan. Hali Eronga bir trip qilish kerak. Eronda bundan ham go'zal deyshadi. Пока здесь проходим, вы идите там дальше. Ha, bu tomonga chiqaylik. Мы там O'ng tomonga. исследовали. Mana bu yoqda ham juda bir go'zal vid bor ekanda. Ha. 28 minut Marafondan keyingi og'rigan oyoqlar bilan yomon yoqmayapti tushib chiqish. 35. Mana Kamron ham oqsoqlanib yuribdi. Osh yeyishga keldik mana Olmos bilan. Mana nihoyat Samarqand oshi. Bu kunni biz 3 kun kutdik. Kecha ham osh yedik, lekin oshmasdi-da u, bilmadim. Xato qilib qo'ydik. Yeb qo'ydik deydimi? Kecha puli kuygan qozoq soni 7 bo'lgan deb bo'ldi bizada ham. Senga mayli. Hamda ketishdan. Bizga mana osh keldi. Mana shunaqa osh mana. Mana nihoyat osh. Oshga o'xshagan osh keldi. Kechadan beri 4 kundan beri osh qidiramiz, osh topolmaymiz biz. Mana Shersaga boshladi sekin maydalab. Tugadi devoring. tapped each other and that was uncomfortable to others. So Nastabza. Vlog tugadi. yeah, we can see how